Bugun onamni o'g'li ukamni hayot-mamot masalasini hal qilgani ketyapmiz. Yo Koreyada qoladi yoki deport bo'ladi. Xabaringlar bor, 1 yil oldin ukam na koreys tilini, na ingliz tilini bilib, laylayga osilib Koreyaga kelib olgan. 1 yil oldin umuman o'qimagan, ko'chadan uyga kirmagan, tipa Kochinski bolani yoqib olgan bolani qaraylar, qo'ydekkina bo'lib ertalabgacha dars qilib tayyorlanib chiqdi. Bu yerda pasestrinskiy sovet beryapman, ukam qo'rqma, koreys tilini bilmasang ham Seulda metrosida qanday yurishni bilsang o'tkazib yuboradi deb ovutyapman. Xullas, o'sha Seulda kindigida emas, sal pastrog'ida joylashgan Dehqonobod degan universitetga keldik. Bu yerga tegirmonga tushadiganlarni ro'yxatini chiqarib qo'yibdi. Ukamga aytdim, mabodo tegirmondan butun chiqsang, shu yil uylantiramiz. Agar butun chiqmasang, ko'zingni ko'kartiramiz dedim. Ha, u deymiz, bu deymiz, ukamiz jonimizni chiqarsa jonini olamiz, lekin joyi kelsa jonimizni beramiz. Buni faqat opalar tushunamiz. Ha, imtihoni tugaguncha qani atrofda bir shamollatib kelaychi, institutni aylanaychi deb ichini qarasam, bitiruvchilarning rasmini ilib qo'yibdi. Shulardan namuna oling deb yozib qo'yibdi. Ay, uni buni qo'ying, bunaqasini bir ko'ring. Chekilgan sigaretlarni yerga uvol bo'lmasin deb tashlamasdan shunaqa yopishtirib kartinka qilib qo'yibdi. Ish qilib ukam to'g'ri institut tanlagan bo'lsa bo'ldi dedim. Ha, o'ylashimni o'ylab ko'raymikan deb o'ylanib ketayotsam, bir payt yigitim qitmirlik qilib yugurib kelib, qara ajdarcham, seni ajdodingni topib oldim. Kelibdi rasmga tushib ol, esdalik bo'lib qoladi deb shu bilan rasmga ham olib qo'ydi. Xullas, ukam imtihonni topshirib chiqdi, настроенияsi zo'r, 30 tadan 31 ta yechib chiqdim dedi. 4 kundan keyin javobi chiqadi, yo ukamni joni chiqadi. Sog' bo'lasizlar.